Dizaynerlik institutiga tayyorlanishimga hali kech emasmi? Ulguramanmi? 4 oy vaqtim qolgan deb ko'pchilik savol berishyapti. Bu videoni oxirigacha ko'ring. Men Osadaxon, 15 yillik tajribaga ega rassom va 10 yillik tajribaga ega dizayner mutaxassisiman. Bu videoda bu savolingizga batafsil javob beraman. Men sizga bitta narsani aytaman. Agar sizda ba'zi bo'lsa, albatta harakat qilib ko'ring. Chunki 4 oy vaqt bu juda ham katta vaqt hisoblanadi. To'g'ri metodika bilan bu vaqtni ichida siz portfolio 5 talik kolleksiyalarga ham tayyorlanishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, Kamoliddin Behzodda dizaynerlik institutiga tayyorlanayotgan abituriyentlarning ko'pchiligi vaqtni noto'g'ri taqsimlashadi. Zo'r chizishadi, lekin tezlik yo'q. Ya'ni ijodiy imtihonda tezlik juda ham muhim o'rin tutadi va nima qilish kerakki, yuqori ball olish kerak, bu narsani bilishmaydi. Agar sizda umuman baza bo'lmasa, baribir topshirib ko'ring, chunki hech narsa yo'qotmaysiz. Baribir harakat qilib ko'rganingiz o'zingizga plyus bo'ladi. Aksincha, ijodiy imtihon muhitini ko'rasiz, talabalarning darajasini ko'rasiz, o'zingizni sinab ko'rasiz va eng muhim narsa tajriba orttirasiz. Hayotda omad degan narsa ham bor, lekin omad faqat harakat qilganlarga beriladi. Eng katta xato bu topshirmaslik. Topshirib ko'ring, chunki o'zingizga hali savol berasiz. Agar harakat qilganimda nima bo'lardi deb, hayotingiz umuman o'zgarib ketardi. Shuning uchun men har doim aytaman, agar ichingizda dizayner bo'lish orzusi yonib turgan bo'lsa, hali kech emas. 4 oy vaqt bor va imkoniyatingiz ham bor. Shuni unutmangki, 4 oy vaqt bu taqdiringizni o'zgartiradigan vaqt. Agar siz to'g'ri yo'l bilan harakat qilsangiz, natija albatta bo'ladi. Agar siz mustaqil o'rganaman deb vaqtni yo'qotishni xohlamasangiz, men sizga ijodiy imtihonga aniq tizim asosida tayyorlanishni o'rgataman. Eskizni to'g'ri va tez chizishni, undan tashqari 5 talik kolleksiyani vaqt ichida tayyorlanishi, rang uyg'unligi, kompozitsiya va eng asosiysi ijodiy imtihonda eng yuqori ball olish texnikalari va sirlari bilan amaliy mashg'ulotda sizga ko'rsataman. Agar siz bu yil institut talabasi bo'lishni xohlasangiz, izohlarda institut so'zini yozib qoldiring yoki admin bilan bog'laning. Kurs haqida batafsil ma'lumot beriladi. Natija esa sizning harakatingizga bog'liq.